Romantik kinolarni ko'rish va muhabbat hikoyalarini o'qishning hukmi. Islom savol-javob to'ridagi 85232 nomerliq fatvo Uyg'ur Islom to'ri tarjim qilib tarqatdi. Birinchi savol. Video filmlarni ko'rishning umumiy hukmi va hujjatli film deyiladigan filmlarni ko'rishning hukmi nima? Javob. Barcha hamd va sano Allohga xosdir. Kino ko'rish boshqalarning avratiga qarash, axloqsiz qilmishlarga ergishib qilish, muzika va shahvaniy suhbatlarga o'xshash harom narsalarni tinglab qilish qatorli qilmishlarni o'z ichiga olgani uchun shaksiz haromdir. Agar filmlar yuqorida tilga ilingan narsalardan xoli bo'lsa, masalan, to'g'ri aqidadagi ustozlarning diniy ahkomlarini tushuntirgan filmlari va osmon jismlarini, Allohning koinotni naqadar mukammal yaratganligini tushuntiradigan filmlar degandek, u vaqtda Allohning zikridan, farz amallarni ado qilishdan g'aflat qilmaslik sharti ostida bundaq videolarni ko'rishga bo'ladi. Bu jihatda hujjatli filmlarning boshqa filmlardan farqi yo'q. Kino ko'rishning shaxsga va ummatga nurg'unlagan nachar ta'sirlari bor. Bularning ba'zilari tovanlikcha: shahvatni qo'zg'aydi, pardozlab ko'rsatilgan axloqsizliklarning tarqilishiga sabab bo'ladi, zina, fohisha, aroq, tamaka, naqshi muzika qatorliq jinoyatlarni o'gitadi, ham bularni kishilarning nazarida to'g'ri qilib ko'rsatadi. Shundaqla bu maynat qiliqlarni qari yosh hamma odamga tunishlik qilib etadi. Nikoh turmushni alaq qiladi. Ya'ni jo'risni ekrandagi jazbidor ayol artistlarga selishtirish natijasida ayol eriga, ayolga sat ko'rinadigan bo'ladi. Tadrijiy taraqqiyot nazariyasi yoki kashfiyotchilar yo'qotish va paydo qilish qudratiga ega deganda kufriy nazariyalarni, sehrgarlik, falchilik, daxillik, g'aybni bilish da'vosi qilish qatorliqlarni asos qilgan botil aqidalarni, shundaqla islomni va bu dinni ching tutib mangan kishilarni mazoq qiladigan mazmunlarni tarqatadi, vaqtni isrof qiladi, zehnni xo'ritadi, insonning reallikdan chatnab xayollar ichida yashashiga sabab bo'ladi. Bulardan sirtmo kinoning nurg'un nachar oqibatlari bor. Shayx Ibn Jibrin rahimahulloh mundaq degan: tor, televizor, sunniy amra va shu qatordagi boshqa taratqular bo'libmi Saudiga nisbatan chet el taratqulari orqali tarqalayotgan yasangan yerim yalang'och ayollarning shundaqla erlarning ko'rinish filmlari mislsiz cho'ng fitnadir. Bundaq ko'rinishlarni ko'rguchi shu film rasmdagi ayol zinoxorlarning yoki boshqa fosiqlarning va fosiqlik qilish yo'llarini o'rgatuvchilarning ta'siriga uchirmayman deyolmaydi. Bundaq film rasmlarni ko'rguchining o'zini mushu narsalarni ko'rishdan to'sqidek iymoni bo'lmagan ahvolda bundaq film rasmlarni ko'rish sababli qo'zg'algan shahvat hissiyotini besishga qodir bo'lolmasligi, shu sababli zina qilib qo'yishi ehtimolga yaqin. Navbatda bu qabih gunohlar va harom narsalar hamma yerga yamrab kishilarni buzuqchilikqa, axloqsizlikqa chaqirmoqda. Bir ayol filmdagi nomahram erni ko'rganda qalbning shularga va axloqsiz ishlarni qilishga moyil bo'lmasligiga kafolat qilolmaydi. Shundaqla bir ayol filmdagi axloqsiz yerim yalang'och holda pardozlangan ayollarni ko'rganda filmdagi shu personajlarni o'zidan aqlli ham qobiliyatli deb qarab qoladiganligi uchun shularni do'rashga boshlaydi-da, bu uning taqvolik libosini cho'rib tashlab, yuzini ichishiga, go'zallikni yotlarga ko'rsatishiga sabab bo'ladi. Shuning bilan bu ayol boshqalarga nisbatan mislsiz bir fitnaga aylanadi. Shayx Ibn Jibrinning to'rbetidan elindi. Alloh eng yaxshi bilguchidir. Ikkinchi savol. Men chet elning muhabbat hikoya romanlarini o'qishga qiziqaman. Qoida bu xil asarlarda ayol personajlar orasidagi muhabbat manzaralari tafsilroq tasvirlanib qoladi. Shuni eskartishni loyiq topdimki, men namoz o'qiydigan, hijoblanadigan va Allohdan qo'rqadigan bir muslima. Shundaqla men o'g'illar bilan hech qanday munosabatda bo'lib boqmadim, lekin men bir romantik qiz. Men muzik tinglashni va romantik kinolarni ko'rishni yaxshi ko'raman. Bu xil kitob va kinolardagi hikoyalar meni bearam qilmaydi. Buning islomdagi hukmi nima? Islom savol-javob to'ridagi 72204 nomerlik fatvo. Javob. Barcha hamd va sano Allohga xosdir. Oldi bilan muhabbat hikoyalarini o'qishning nurg'un nachar oqibatlari bor. Bo'libmi yosh o'qirmonlar uchun bu nachar oqibatlar: birinchi, shahvatning qo'zg'alishi; ikkinchi, yomon xayollarning kallaga kirib olishi; uchinchi, shu hikoyadagi ayollar personajlarga maftun bo'lib qolish; to'rtinchi, dunyo va oxirat uchun hech qanday foydasi yo'q. Aksicha nurg'un vaqtda insonning dunyo oxiratiga ziyon elib keladigan ishlarga vaqt isrof qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Islom haromga yo'l ochadigan har qanday yo'lni to'sadi. Islom bizni nomahramlar qatorliq barliq harom narsalarga qaramaslikqa,
mahramlaridan boshqa yot jinsliqlar bilan xilvatda qolmaslikqa, ularga naz bilan gap qilmaslikqa, shundoqla shahvat hissiyotni qo'zg'aydigan barliq axloqsizliklardan yiroq turishga buyuruydi. Halbuki muhabbat hikoyalarini o'qish dal yuqorqi buyruqning aksini qilish bo'lib hisoblanadi. Chunki bundaq hikoyalar kishilarning yot jinsdagilarni tushunish va ular bilan aloqa o'rnatish, ular bilan muhabbatlashish istikini g'idiqlaydi. Buningdan sirt, buning ichida axloqsiz muhabbat ko'rinishlari va uchrashishlarmi bor. Shaksizki, bularning hammasi harom. Ikkinchidan, muzik anglash harom. Bu haqda biz 5000-nomerlik va 20406 nomerlik fatvolarimizda yetarli miqdorda dalillarni keltirgan edik. Uchinchidan, muhabbat hikoyasi o'qish to'g'risidagi so'zlarimiz romantik kinolarga mos keladi. Ammo kino maynatlik, chirkinlik, ziyonlik jihatda texmi xatarlik. Chunki kinoda ma'na, harakatchan surat va ko'rinishlar orqali ifodalanadi. Kinoda personajlarning avratlari va axloqsizlik qiliqlari shu peti ko'rsatildi. Yana texi nurg'un vaqtda buningga muzika yondashtirilgan bo'lib, bular hammasi shahvatni qo'zg'ab, axloqsizlikni targ'ib qiladi. Bu nuqta har qanday aql egasiga quyoshdek aydin. Shundoq turqliq, bu hikoya filmlarining sizni beharom qilmasligi hayron qolarlik ish. Xulosa, bularning hammasi harom. Chunki bular haromga va gunohga sabab bo'ladi. Bu ishlarni qilguvchi, ya'ni muhabbat hikoyalarini o'qiguvchi, kino ko'rguvchi, muzik tingshig'uvchi favqulodda xatarlik ahvoldadir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh odam bolasining zinodan bo'lgan nasibasini putayotgan bo'lib, odam bularni qilmay qolmaydi. Ko'zning zinosi qarash, tilning zinosi so'zlash, qalb uni arzu qiladi, avrat uni tasdiqlaydi yoki rad qiladi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Imom Muslim to'plagan. Imom Muslim rivoyat qilgan yana bir nusxasida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Odam bolasining zinodan bo'lgan nasibasi putayotgan bo'lib, bu nasiba uni topmay qolmaydi. Ko'zning zinosi qarash, quloqning zinosi anglash, tilning zinosi so'zlash, qo'lning zinosi tutish, putning zinosi mengish, qalb arzu qiladi, avrat uni tasdiqlaydi yoki rad qiladi. Bu muhim hadis haqida tafakkur qiling va siz ko'rayotgan kinolar to'g'risida o'ylaning. Bu xil filmlarni ko'rish ko'z zinosini, quloq zinosini o'z ichiga oladi va qalbmu shu sabablik zinoni arzu qiladi. Alloh taolo bizni haq ustida sabit qilg'ay. Shu narsa esingizda bo'lsinki, harom ishlarni shu amon tark etish vojib. Gunoh ustiga ishlangan gunoh qalbni qarzitadi. Bu haqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Banda bir gunoh ishlaganda, uning qalbida bir qora chekit paydo bo'ladi. U gunohiga tavba qilsa, shu gunohni qayta qilmasa hamda gunohi uchun mag'firat tilasa, qalbi qaytadan parqaraydi. Lekin gunohni davomlashtiraversa, qalbda paydo bo'lgan qora chekitmo yo'g'inaveradi. Ani shu Alloh kitobida tilga olgan, hargiz undaq emas, balki ularning gunohlari tufaylidan dillari qariyib ketgan degan oyatdagi dog' qora chekitdir. Bu hadisni Imom Tirmiziy va Imom Ibn Majah rivoyat qilgan. Imom Albani Sahihul Tirmiziyda hasan deb baholagan. Siz yana shunimi esingizda tutishingiz kerakki, kimki Alloh rizosi uchun bir narsani tark etadigan, Alloh uningga texmi yaxshisini ato qiladi. Shuning uchun samimiy tavba qilishga oldirang va savolda tilga ilingan muhabbat hikoyasi, muzika, kino degandek harom narsalardan darhol qo'l yuzing. O'zingizga dunyo oxiratda manfaat beradigan ishlar bilan mashg'ul bo'ling. Qur'onni va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning, mo'minlarning onalarining, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayollarining va sahobalarining, Alloh ularning hammasidan rozi bo'lg'ay tarjimonlarni ko'p o'qing. Sizga Allohni eslatadigan va sizni oxiratga tayyorlik qilishga undaydigan harom narsalardan yiroq turishingizga turtki bo'ladigan diniy darslarni anglang. Alloh sizni va bizni hidoyat qilg'ay. Alloh eng yaxshi bilguchidir.